navbatda a'zo ko'chirish haqidagi leksiyasini so'zlash uchun uluslararası, ya'ni xalqaro meditsina bölümü o'quvchisi qarindishimiz Dilnurni mikrofon taklif qilamiz. Assalamu alaykum kasbdoshlar. Bugun sizlarga sunadigan temam a'zo ko'chirish. Bu a'zo ko'chirish haqiqatan bu ichiga kirish chiqib bo'lmaydigan haqiqatan bek bir cho'ng tema. Shuna bo'lsa-mu, men endi belgilangan vaqt ichida a'zo ko'chirishga doir dastlabki asosiy bilimlarni so'zlab o'tman. Organ nakli a'zo ko'chirish yoki inglizcha transplantation deb ataymiz. A'zo ko'chirish deganimiz badanimizda tibbiy davolash mumkin bo'lmaganligi tufayli buzilgan, zaxmlangan, funksiyasini yo'qotgan a'zolarimizning o'rniga tirik və ya bo'lmasa jasadlardan a'zolarning ko'chirib qo'llanishini biz a'zo ko'chirish deb ataymiz. A'zo ko'chiradigan vaqtimizda ikki taraf bo'ldi. Donor deganimiz endi berguchi, shu a'zoni berguchi, yana birisi bo'lsa oluvchi. Ya'ni og'uchi, a'zoni og'uchi va a'zoni berguchi. Endi bu ikki xil berguchi bo'ldi. Birinchisi tirik bir inson, tirik bir jonli. Yana birisi bo'lsa beyin ölümü, yani miya ölümü yüz bergen bir ceset. Hem bir yer miya ölümü degan gapning alayda yozib qo'ydim. Bunun sebebi nima deganda, miya ölümünü biz mandaq deb ataymiz meditsinada. Miyaning funksiyalarining asliga qaytib kelmaydigan holat kelishi miya ölümü deydi. Yani miya funksiyalarini butunlay yo'qotadi. Miya ölümü bo'lgan kishilarning jasadlaridan biz a'zoni olgan vaqtimizda sun'iy narsalardan, asboblardan, nurg'un jihozlardan foydalanib turib, nafas olib turib, andan keyin shu organlarni ilib olaymiz. Andan keyin mushu yerki beyin ölümünü deyishimdagi yana bir sabab nima desanglar, o'simlik hayot bor. Bitkisel hayat bilan bu yerdagi beyin ölümünü nurg'un adam ayıryamaydı. O'simlik hayot degan nima deganda miyaning funksiyonlarini tek ba'zilari ishlaydi texicha. Balki hech qanday motor harakatlari bo'lmasligi mumkin. Masalan, qo'lini midirlatmaydi, putini bir nima qilolmaydi degandek, ammo ishki a'zolaridagi masalan nafas olish yoki yurak so'qish degandek mushu qator miyaning funksiyonlari texicha yurgizayotgan bo'ldi. Bitkisel hayat, ya'ni o'simlik hayot bilan miya ölümünün farqi shu. Endi dunyoda organlarga nihoyat ehtiyoj ko'p, lekin ta'minot bek oz. Undan boshqa organ saqlash vaqtimi bek uzun. Shunlashqa mana mush sabablar tufaylidan organ atkazchiliklar yuz beryapti. Yoki bo'lmasa mana meditsinadagi miyalik 3 yozgan turlar bayqilib bular ustidan tadqiqot yurgizilyapti. Organ saqlash vaqti bek uzun muddatli deb o'tdim. Masalan, Kanadada 4 yildan 7 yilgacha masalan bir kishiga organ yoki a'zo lozim bo'lib qolsa 4 yildan 7 yilgacha saqlaydi. Amerikada 3 yildan 8 yilgacha. Ya'ni mushta taraqqiy qilgan davlatlarning nurg'unlari mana mushunda saqlag'liq. Lekin ostini sizib o'tib ketsam, Xitoyda bir hafta hatto 24 soat ichida organ saqlash muddati mushbiti bo'lib kelyapti. Undan keyin bayon deb o'tib ketgandek organ ehtiyoj ko'p bo'lganligi uchun, lekin ta'minot oz bo'lganligi uchun, organ saqlash vaqti nihoyat uzun bo'lganligi uchun meditsina mana 3 xil yo'lga tang boshurdi bu organ a'zo ko'chirishdan boshqa. Birinchisi boshqa jonlidan nakil qilish. Ya'ni boshqa bir jonlilardan a'zo qabul qilish yoki bo'lmasa yapay organ, ya'ni sun'iy organ. Agar mushu boshqa jonlilardan a'zo ko'chirgan vaqtimizda yoki bo'lmasa sun'iy organlarni ishlatib bizning badanimizga kirgizgan vaqtida bağışıklık, ya'ni bizning immun sistemimizdan nurg'un reaksiyonlar, nurg'un qabul qilmaydigan reaksiyalar kelyapti. Andan keyin ko'k hujra tedavisi, ya'ni bizning bildiğimiz g'o'l hujra davolashi. Buni qilgan vaqtimizda rak kesili bo'lib qolish ehtimolligi yuqori bo'lganligi uchun bu 3 xil texnikalik sinaq bosqichlarda bo'lyapti. Shunga a'zo ehtiyoj bo'lib qolgan vaqtida yana eng oxirigacha yaxshi bo'lgan bir usul nima deganda a'zo ko'chirish. Endi kunimizda ko'chaga bo'la oladigan organlar qaysi deganda birinchi bo'lib yurak, ikkinchi bo'lib böbrek, uchinchi bo'lib jigar. Undan keyin masalan böbrekni deb o'tib ketdik. Böbrekning masalan 2 tane bor. Shunlashqa birini hayot vaqtida berib, yana birini normal holatda ishlatgan bo'ldi. Masalan jigardami birisi bor. Jigarni hayot vaqtidan belgili bo'ldi. Nimishqa deganda jigarning funksiyonida jigar o'zini to'liqlab ishlatadigan bo'lganligi uchun ma'lum bir parchasini kesib ilib, shu ehtiyojli kishiga saplab, uni yana normal bir jigarning xususiyati bo'yicha ishlatgan bo'ldi. Bu haqiqatan bir mo'jizalik bir narsa. Undan keyin o'pka, undan keyin oshqozon osti bezi, biz buni pankreas deymiz. Undan keyin uchay, keyin ko'krak bezi, biz buni timus deymiz. Undan keyin bol yotqu, biz buni rahim yoki uterus deymiz. Miya
o'limining yuz berishidan keyingi 24 soat ichida badandan ayrilgan a'zolarni ishlatgili bo'ladi 24 soat ichida. Lekin badandan ayrilgan mushu organlarning eng yaxshi sog'lom saqlash vaqti qaysi deganda yurakninki 4 soat, böğrekning 24 soat, jigarning 6 soatdan 10 soatgacha, o'pkaning 4 soatdan 6 soatgacha, Anadaki keyin oshqozon osti bezning 12 soatdan 18 soatgacha, anki uchayning 6 soatdan 12 soatgacha bo'ladi. Am bu soatni eshib kes ishlatgili bo'lamdi deganda bo'ladi. Lekin a'zoni qabul qilgan kishining badaniga eng yaxshi holatda mushu soatlar ichida qabul qilsa, texmi yaxshi funksiyalarni joriy qildirib bo'ladi. Endi kunimizda yana organlardan, a'zolardan boshqa to'qilmalarmi ko'chagili bo'ladi insonlar. Bular qaysi deganda birinchisi bu so'ngaklar. Undan keyin tendonlar deb ataymiz, paylar. Undan keyin kornea deb atag'animiz ko'z munguz pardasi. Buni balkim kinolarda behchiq ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Undan keyin teri. Masalan, kuyib ketgan terilar degandek narsalarga yana bir yerning terisini yoki boshqalarning terisini qilgan narsalardan behchiq olgan bo'lishinglar mumkin. Undan keyin qalb kapakçıkları yani qalb kilapakisi, ondan keyin nervlar, ondan keyin tomirlar. Endi ko'z munguz pardasidan boshqa xeyli ko'p to'qilma turlarini 5 yilgacha qo'g'dig'ili bo'ldi va yoki alohida to'qilma banklarida saqlag'ili bo'ldi. Lekin ko'z munguz pardasining umri bir qadar qisqa. Endi biz birlikda shu a'zo ko'chirish yoki to'qilma ko'chirishlarning turlarini ko'rib boqaylik. Birinchi turi nima deganda otografik, mana ko'rsanglar otografik. Otografik degan nima? Özünün partisini özüge təpləş, həm də uyğunlaşdırsan bunu. Məsələn, teri, bayanqı deginimdə. Onun üçün qol hüceyrədən faydalanıb bəzi toxunmaların davamlanışını, yəni özünün partisini özüge yükləşini biz otografik deyə atayımız. İkincisi bolsa allografik, yəni bu oxşaş türdəki iki canlılıq oturusda bir-biri bilan a'zo köçürülgən vaxtda qo'llanılan atalğı. Üçüncüsü bolsa izografik deganimiz mana ersiyat o'xshashli bo'lgan ikki kishi o'tirsa bo'ldi. Masalan, bir tuxumdan to'ralgan qo'shkezaklar. Biz buni turishda tek yumurta ikizlaymiz. Bu ikkisining ersiyati o'xshash bo'lganligi uchun shu bu ikkisiga alohida atalg'u bergan izografik deb. Undan keyin yana birisi nima deganda kesengografik deb bu mana hayvonlar bilan odamlar, ya'ni bu hayvon odam jinsini bo'lmaydi, o'xshamaydigan ikki tur jonliq o'tirishdagi ko'chirishlarni biz kesengografik deb ataymiz. Lekin mushularning ichida bağışıklık, immun sistemimizning eng rad qildig'ini kesengografik, ya'ni boshqa turdagi albatta. Unaqa bo'lsa, boshqa slayd o'tishdan avval men shu organ naqli bayon deb o'tib ketdik. Immun sistemi deb nimani rad qildig'andi o'zadi, nimishqa rad qildig'andi, buning haqida biroz qisqa tushuncha berib o'tib ketay. Hammamiz biladigan antigen va antikor deydigan ikki atalg'u bor. Antigenni biz uyg'urchada antigen deb ataymiz, antikorni antitela deb ataymiz. Uyg'urchasini bek yaxshi ko'rdim, rost gap qilsam. Antigen degan nima deganda badanimizga kiradigan, bizning badanimizga tava bo'lmagan bir yobonchi, ya'ni bir chet ellik. Endi antikor degan narsa nima deganda badanimizga mushu antigenlar, ya'ni antigenlar kirgandan keyin bu badanimiz bir narsani his qildi. Chegaraning ichiga bir siyqlar so'qinib kirib olganda, shunlar askarlar antikor degan amaliyotda. Sen zodi bu yerga chegaraga kirib nima ish qilmoqchi deb darhol uni yo'q qilish uchun mudofaaga o'tadi. Mana bu antikorlar. Buni bilib olgansak, keyingi slaydlarni texim yaxshi tushunamiz. Men bu yerda bayon bir mo'sh deb o'tib ketib, ko'chagili bo'lgan a'zolarni, buning ichidagi eng ko'p ko'chirilgan a'zo nima deganda böbrek. Shunlashqa men bu yerda a'zo ko'chirishninki yo'llarini, bosqichlarini shu böbrek ustidan to'xtalib o'tib ketmoqchi. 1947-yili tunji qaytim Amerikaning Boston shahridagi bir doktorxonada böbrek ko'chirish operatsiyasi bo'ldi. Bir yosh homildor ayolning bolyotqisi og'ir darajada yuqumlanganlikdan bu ayol zaharlik shok bilan tiniqib, xeyli kungacha kichik taraflanmay yetibdi. Endi bu doktorxonaning ichki kasalliklar bo'limining mudiri Porne bu yosh ayolning hayotini qutqizib qolish uchun uning böbrek ko'chirish operatsiyasini qilish qaroriga kelib, o'likning böbregini ko'chiribdi. Operatsiya tugagandan keyin ko'chirilgan böbrek darhol suyuqlikni haydabdi. Bu qaytam huquqiy böbrek ko'chirish tibobachlikka tunji qaytam to'hfa qo'shgan shu böbrek ko'chirish ishi shundan e'tiboran bosqichlar bo'yicha hozir kunimizga qadar taraqqiy qilib keldi. Böbrek ko'chirish uchun tunji bo'lgan ish nima deganda nefrologiya uzmani tomonidan böbrek yetmezlik tanisi konur. Ya'ni
Nefroloji deganimiz böbrek kasalliklari mutaxassis tarafidan börek zayıflashish degan mushu diagnoz qo'yilishi kerak. Endi bu yerda börek zayıflashish deb ketdik. Buni bir qisqa deb o'tib ketay. Turli börek kasalliklari ta'sirida börek iqtidori to'sqinlik uchrash bilan klinikada suyuqlik miqdori azayish, suluq ishiq, oqsilliq suyuqlik, qon besimi yuqorilash, hatto suyuqlikdan zaharlanish qatorliq alomatlar bilan ifodalangan oqibati nihoyat og'ir bo'lgan bir kasallik. Bu kasallikning kelib chiqishining eng muhim sababi nima deganda turli börek kasalliklaridan boshqa yana diabet kasali bilan yuqori qon besim. Shuningdek diabet kasali, qon kasali bo'lgan vaqtda nurg'un agashim kasalliklari bor deymiz. Shu agashim kasalliklaridan birisi mana shu börek yetmezligi, ya'ni börek zaiflashish. Endi biz bu börek zaiflashishni kasallikning og'ir darajasiga asosan ötkür börek zayıflashish bilan sozulma börek zayıflashish deb ikki turga bo'lamiz. Börekning o'rin to'ldirish ishlash iqtidori nihoyat yaxshi. Shunlashqa biz ikki börekdan birini berib olsakmi, yana birisi bilan shunda hayot kechirib tura olamiz. Odatdagi ahvolda deganimdek bir tarafdagi börekni ilib tashlaganda normal xizmat ilib bora oladi tamoman. Hayvonot tajribasida börekninki 75%ni kesib ilib gende ondan börek iqtidorining to'q bo'lmasligi ko'rilgan. O'ylab beqinglar bir börekning 75 qismi degan 4dan 3 qismini ilavatdi degan gapda 4dan 3 qismini ilavatsa, uningdan keyin börek normal iqtidorini nima qilib ekan. Endi so'zilma börek zahmlanganlarning so'zilib suzib o'tkazish nisbati, ya'ni qonni suzib o'tkazish nisbati 130 tuvanda organizmning ishki muhitini saqlash iqtidori ko'rinarli ajizlaydi. Börekning suyish xizmati ajizlaydi. Qon tarkibi azotliq moddalar yig'ilib, oxirida suyuqlikdan zaharlanish davriga olib turdi. O'tkir börek zaiflashish qanday bo'ldi deganda, börek ishib, og'irlik oshadi, börek qon tomirli qisqarib, börek qon to'ladi. Endi börek nihoyat kuchli bo'lgan o'rin to'ldirib ishlash iqtidori bor. Bayonmi deb o'tib ketgandek, shu dastlabki mezgilda odamning diqqatini tatbiq alomat ko'rilmaydi. Eng qo'rqinchli yeri shu amaliyotda. Faqat oxirgi davrga kelganda klinikada sababi aniq bo'lmagan qonalsizlik yoki bo'lmasa ko'ngil ilishib qusish, davomliq. Ankin tomoqdan seskinish, ankin terlab titrash, qon besimi o'rlash, suyuqlik azlash, suluq ishiq qatorliq alomatlar ko'rilganda ondan mazkur kasallikninki ehtimollik ko'rildi. Kasallik tarixi va tipik bo'lgan klinik ifodasiga asosan diagnoz qo'yildi. Ham bemorning dori ishiltish tarixi, andan keyin qon besimi va boshqa kasalliklar, jumladan börek kasalliklari bilan og'rish tarixining bor yo'qligi, undan boshqa yana maxsus sesish alomatlari, börekning sesish alomatlariga asosan börek kasalliklarining mutaxassis tarafidan diagnoz qo'yildi. Xo'sh, unasi biz börek ko'chirishninki tunji bosqichida tana, ya'ni diagnoz qo'yish bosqichini o'tib ketdik. Ham diagnoz qo'yib bo'lgandan keyin bu odamga jonli verici, ya'ni tirik bo'lgan shu börek berguchi izlanadi. Agar bu börek berguchi tepilmay qolib qolsa, dializ boshlanadi. Dializ degan nima deysanglar, buni uyg'urcha dializm deb ataydi, lekin buni bakrak zag'irtillashtirsa qon tozalash, qon suzish. Endi bu dializ bir tas ish, odamning butunlik ruhiy jihatdan, uningdan har xil ijtimoiy munosabatni bir xil nima qiladigan narsa, chunki haftada 3 qitim berib qon tozalash kerak. Endi bu börek zaiflashgan kishilarningki eng asosiy davolash usuli qaysi sanlar, birisi shu dializ bilan umrini o'tkazish, yana birisi bo'lsa börek ko'chirish operatsiyasi qilish. Endi dializ bilan boshlatgan vaqtida qanday bo'ldi desanglar, tasavvur qilinglar, o'yinglarning qishidlam, o'yinglarning tuvida yana bir axlat nima qiladigan yer bor. Lekin u axlatni har kuni mashinalar kelib ekitdi. Lekin bir kunlarda u mashina kammaydigan bo'lib qoldi-da. Kammaydi, anki u axlat u yerda dövlishiverdi. Undan keyin sizlar börek kasalliklari bo'lgan bo'lsa, chunki börekning narsi shu qondagi maynat narsalarni tozalash, bizning madanimizni tozalashda. Undan keyin sizlar dializ qilg'usizlar deylik. Agar yangi bir mashina kelmay dializ qilg'ursanglar, ya'ni boshqa bir usul bilan tozalatkizishga tirishsanglar, haftada 3 qitim tozalatishingiz kerak. Haftada 3 qitim tozalatganda burunqidek tez bo'lmaydi, kunda bo'lmaydi. Shunlashqa bu süreç agar bu vaqt uzuraversa, o'yinglarning ostiga ta'sir ko'rsatadi. Puroqlar, undan boshqa zaynatlar o'yinning ulini ojizlashtirishadi. Shunlashqa dializ qisqa muddatdagi bir chora bo'lsa-mu, dializ bilan yashagan 5-6 yilgacha, hatto 10 yilgacha yashagan bemorlar bor ekan. Lekin bu hamma odam uchun o'rtaq bir nima emas, lekin shu dializ shunda davomlashaversa, sana butun yeringlar kerakdan chiqadi deganga. So'nashqa eng yaxshisi börek zaiflashdan yenilam börek operatsiyasi qilish. Undan keyin deganimdek dializ qildi deylik, keyindan ya bir tirik börek bergich tepildi yoki bo'lmasa kadavra listesine eklenib, ya'ni börek ko'chirish
tizimligiga qo'shilgandan keyin bu yerdan bir javob keldi. Mush ikki javoblar kelgandan keyin qanaqa qildi deganda qon guruhi bilan to'qilma uyg'unmi uyg'un emasmi biz buni HLA deb basaymiz. Mushu sinoqni qiladi. Undan xo'sa ben başta u testdan qanday bo'lganligi haqida bir qisqa tushuncha beray. Qon guruhi uyumi masalan sizlar doim anglagan bo'lishinglar mumkin. O qon tipiga O'ni berdi. A'ga A bilan O beralaydi. B'ga B bilan O, A B'ga hammasi beralaydi deb anglagan bo'lishinglar mumkin. Yana qarasanglar, men O qon tipi butun qon tipiga beralaydi. A B qon tipiga bütün qon tipidagilar beralaydi. Undan so'ng nimishqa bundaq biz buni bir ko'rib baqaylik. ABO geni bizningki 9-xromozomning uzun qo'liga joylashgan bir gen bu. Bu mana deganimdek mush 4 turga bo'linadi. Endi bayam sizlarga antigen va antikor deb o'tib ketgandim. Endi buni mishada ishiltimiz. Men miyaga yozay. A qon tipidagi kishida nima bo'ldi? Sana A antigeni bo'ladi. Ya'ni agar sizlar A qon tipi bo'lsanglar B qon tipiga berolmaysizlar. U nimishqa? Chunki sizlarda o'zinglarning tenidagi A antigeni bor. Ya'ni u haqqa nisbatan bir yabancı, haqqa nisbatan bir chet ellik. Shuni berolmaysizlar B qon tipiga. A antigeni, ya'ni A bir protein bu antigen degan amaliyotda A antigeni bo'lganligi uchun bu nimani qabul qilmaydi desalar B qabul qilmaydi. Shunlashqa A qon tipiga B berolmaydi degan gap. Endi B qon tipidagilarda nima bor desalar B antigeni bor. Shunlashqa bu A qon tipini hargiz qabul qilmaydi. Chunki bu A kirgan hamon sen mening dushmanimdan deb so'qishga tushadi. Bundan keyin AB qon tipida nima bor desalar AB qon tipida hem A antigeni bor, hem B antigeni bor. Shunlashqa bu hammasini qabul qilaveradi. Endi O qon tipida nima bor desalar O qon tipida hech nima yo'q, sıfır. Shunlashqa turkchada buni sıfır deydi. Bunda hech nima yo'q. Shunlashqa bunda hech nima bo'lmaganligi uchun qanday bo'ldi desalar hem A hem B'ni qabul qilolmaydi. O'zidan boshqa hech qaysini qabul qilolmaydi. Deganimdek O'da hech nima bo'lmaganligi uchun yana hammasi O'ni tan qabul qildi. Amniyatda mush qabul qilishninki sababi mush. Endi bu test uyg'unlab bo'lgandan keyin bularning ikkinchi qadamga o'tadi. Doku uyumu. Buni deganimdek HLA deymiz. Human Leukocyte Antigen testi. Inson badanidan nurg'un to'qilmaga munosabatli genlar bor. Bu 6-xromozomning qisqa qo'liga joylashgan. Lekin buning ichida organ ko'chirish uchun bizga eng muhim bo'lgani A, B va D degan bu 3 to'qilma tipi. Bularning har birisini ikki tal bor. Nimishqa desalar bularning birisi apasidan keldi, birisi dadasidan keldi. Ya'ni aslida biz bu to'qilma gen testi hisobda bu bir kichik bir gen test to'qilmalarningki uyg'un bo'lib bo'lmaganligini tekshiradigan bir test. Shunlashqa börek bo'lsin, mayli boshqa nimalarda bo'lsin, eng yaxshisi o'zinglarning tuqqanlaringlar, masalan, qarindoshlaringlar, apa-dadanglardan berilgan bo'lib qolsa, mana shu doku uyumiga nait uyg'un bo'ladi degan gap. Ba'zida o'zinglarning tuqqanlari bilan shu testni qilgan vaqtimizda 6da 5likda 6da 6lik uyg'un bo'lgan holda va 6da 3 bo'lsa uyg'un bo'lgan bo'laverdi. Lekin doku uyumi bo'lmaymi, organ naqlini butunlay qilavatgili bo'ldi. Günümüzde börek götürüş. Mana muşu darajada ilg'orlashdi. Qon guruhi uyumi bo'lsa, doku uyumi bo'lmasimi, a'zo ko'chirish operatsiyasini tamoman qilg'ili bo'ladi. Endi men oldingi slaydga o'tay. Bu yerdan o'tib ketdik. Bular ishkilisiga tushdi ekan deydi. Tushib bo'lgandan keyin qaysi test bor desangiz, bu bek muhim ishki test. Men hozir ko'rsatdim. Lymphocyte cross match bilan panel reaktiv antikor degan test. Lenfosit crossmatch degan olg'uchining qinida bergichining to'qilmasiga qarshi antikor bormi deb buni test qildi. Ma panel reaktiv antikorda bo'lsa, umumiy jihatdan to'qilmalarga qarshi antikorlar bormi deb buni test qildi. Bu ikkilisi cho'qim nima chiqish kerak desanglar, manfiy chiqish kerak. Agar musbat chiqib qolsa, organ naql qilishga bo'lmaydi. Bu qanday vaqtda musbat chiqib qoldi desanglar, badaniga boshqalarning qinining kirishi, qon sag'izgan bo'lsa, yaqin mezgilda yoki bo'lmasa homillik vaqtida yoki bo'lmasa burun mushu dializ bilan bo'lib baqqan kishilarda bu to'lisi musbat chiqib qolib qoldi. Endi bu musbat chiqsa biz a'zo ko'chirishni operatsiyasini to'xtatamdiq deganda yo'q. Yana bu meditsina shunchalik ilg'orlab nemish qildi desanlar, bular musbat bo'lib qolsa, zo'rlab bularni negativlashtiradigan dorilar chiqdi. Bu dorilarni ishlatgandan keyin manfiylashib, undan keyin keyingi qadamlarga o'tadi. Endi bu ikki muhim test, undan boshqa yana bir ushaq testlar bor. U testlar tugab bo'lgandan keyin, unda olsa bu ikkisini organ naql qilsak bo'ldi ekan deydi-da. Organ operatsiyasidan burun organni berguvchi bilan organni og'uvchilarni ayrim shunchalik inchga ba'zi tekshirishlarni olib bordi. Buni bu yerga yozib qo'ydim. Fizik muolajada
oldini qon tekshirdi, ya'ni idror tekshirdi, har xil radiologik tekshirishlarni qildi. Andan keyin psixologik har xil tekshirishlarni qildi, inchik tekshirishlar. Undan keyin bu tekshirishlarninki eng oxirida butun narsalar tugab bo'lgandan keyin ha biz organni ko'chirsak bo'ldika deb qabul qilindi. Endi agar mushu bosqichlarning ichida yo hatto hozir organni ko'chiramiz deb turgan vaqtida agar bag'uchida mushu organni berib bo'lgandan keyin bu organni bag'uchida har qanday bir normal turmushiga ta'sir ko'rsatgan ahvollar mavjud bo'lib qolsa yoki bayqaplab qolib qolsa shu hamon a'zo ko'chirish bosqichini to'xtatadi. Demak, bag'uchininki hayotiga, bag'uchining normal bundan keyingi turmushiga ajoyib ahamiyat berdi degan gap asli. Endi ma'nosini qistirib qo'ydim. Eg'irligi 77 kilogramm bo'lgan dializ mashinasi 4 soatda 250 litrlik qonni %68% tozalay oladi. Allohning bizga bergan 300 grammlik bo'riki bo'lsa, kunda 2500 litrlik qonni %100% tozalay oladi. Buningdan biz qanchalik shukr qilsak oz ekanligini bilalaymiz. Rahmon surasining 21-oyatida shu holda Robbingizning hangi ne'matlarini yalanlayabilirsiniz degan bu oyatni bu yerga qistirib qo'ydim. Endi kimlar bo'rak bera oladi degan yerga kelsak, 18 yoshdan cho'ng quramga yetgan ahli iqtidor normal va bir yaqiniga bo'rak berishni xohlagan hamma kishi berguchi kandidat bo'la oladi. Undan keyin biz hozir faqat tirik berguchilarga qarab turaylik. Tirik berguchilardan 4-darajasiga yaqinlik tuqqanlik va yaqinlarning hammasi beriladi. Masalan, 1-darajasiga yaqinlik tuqqanlar kim bo'lsa, apsi dadasi balları. 2-darajalik bo'lsa, qarindoshlari, cho'ng apsi, cho'ng dadasi yoki nevralari. 3-darajasi bo'lsa, hammasi, tog'isi yoki bo'lmasa bir nevri tuqqanlari. 3-darajasi, 4-darajasi bo'lsa, mushu bayon deb o'tib ketgan 3-darajalik tuqqanlarninki balalari. Mushu o'zining tuqqanlaridan boshqa yana kimlar bera oladi deganda, yuqori tuqqanlik darajasiga ichiga kirmay, Sahih ministr qilgan belgilangan axloq qurollari va tibbiy nuqtadan jiddiy shaklda baholanib, ma'qullikqa erishgan tuqqan bo'lmagan hamma kishi organini bera oladi o'zining. Endi eng oxirida bizning vazifamiz munosabatli bo'lgan bu narsani qistirib qo'yishni o'tib ketdim. Bu kirish chiqib bo'lmaydigan bir tema deganimda, shundan so'ng eng oxirida mana narsalarni deb o'tib ketay. Men shu organ ko'chirish munosabatli narsalarni oqtirgan vaqtimda meningki eng ichim ochiq bo'lgan narsa nima desanglar, yog'donliq shu meditsinadagi jurnallar bor. Impact Factor bilan Q değeri ajoyib yuqori bo'lgan eng donliq jurnallarning shu organ naqli ko'chirishga, ya'ni organ ko'chirishga munosabatli bo'lgan maqolalarni o'qib, ashlardan bir narsa qilishga tirishdim. Shu qilish jarayonida ichim eng ochiq qolgan narsa asos jihatdan hammasi degidek Xitoylarning yozgan tadqiqot maqolalari. Bak biyaram buldum ben bundan. Ondan keyin bilimiz Falun Gong va bizlarni bular 2015-yilgacha dunyoga ochiq holatda qorong'u bozorda organ naslashga bilan shug'ullanib kelgandi. Ondan keyin bular xalqaro tanqidlarni ilib va bisimlar kelgandan keyin 2015-yili bir imzo atdi, bir nimaga kelishimnomaga o'lim jinoyatiga hukm qilganlarning organini cheqilmaymiz deb. Endi men qarasanglar xalq to'g'ri bu mening da'vogan gapim emas, Xitoyning o'zining nimasi. Ilimizning odam badaniga a'zolarini iyona qilish soni dunyo bo'yicha 2-o'rin turdi deydi. Bu 2019-yildagi gap. 2-o'rin turmaydi. Masalan, men shularning maqolalarni o'qish jarayonida bularning eng oxirida qistirib qo'ygan. Biz 2015dan keyin mushtaq qildik. Hozir butun kishilar o'zi xolab berdi, aqlay shaqaydi. Butun yolg'onli bir gaplar. Bunisi bulayliqqa hozir shunchalik, masalan, Xitoylarning to'g'rig'ini qarab baxtim. Ya'ni ma'lumotlarni shunchalik chin saqlaydi ekanki, bu narsalarning men bularga doir jiq narsa to'playamdim rost gapsam. Bu ikkinchi degan gap butunlay yolg'on gap mencha. Undan keyin ichimda yana bir ochiq qolgan narsa nima bo'lsa, bu Xitoy organ nakli, ya'ni shu organ operatsiya qilishda ajoyib oldin qatorlarga o'tib ketibdiki. Masalan, shu bo'rak ko'chirishninki muvaffaqiyat qozonish nisbati 96 degan bilan 95 6. Mushu persentda muvaffaqiyat bo'la oladi. Chunki mandaqchi organ naqli qilib bo'lib butun testlarni to'liq chiqdi desakmi, lekin bu insonning badani bo'lganligi uchun o'zining har xil fitratlari bor. Bir mezgil o'tgandan keyin chatoq chiqadigan bemorlarmi xilijiq. Ba'zi bir narsa uymay qolib qoldi yoki ba'zi bir narsa bo'lib qoldi, balkim shakllardan bo'lib boshida muvaffaqiyatda ko'ringan bilan keyin uning nimalarini o'zi his qila oladi. Lekin bularningki muvaffaqiyat qozonish darajasi ajoyib yuqori. Undan keyin mening yana birisi miyada Avasiya transporti, buni Yaponiyaning xabarida ko'rsatgandi. 2017 yili e'lon qilingan odam badani a'zolarini to'shiydigan Avasiya transporti 13 kantib, 2019-yil kelganda 22 ga yetibdi. U Avasiya degan 22 ga yetibdi. O'ylab yiqaman, buni
qanchalik organ to'shiydiganligini tasavvur qilib bo'lolmaymiz biz. Endi uningdan boshqa masalan shu Xitoy virusi, Wuhan virusi chiqqandan yoqi Xitoylarning nurg'unlarimi o'pka ko'chirish operatsiyasi qilib saqayganlar bor ekan. Buni eskartib o'tib ketishni loyiq topdim. Undan keyin miyaga yozib qo'ygan Hubei Hokap deb yozsanglar internetdan chiqadi. Bu Xitoyninki eng cho'ng shu organ atkazishlik to'riga. Andan keyin masalan yana bir narsa ma'lum qo'shib qo'ydim. Plastiklashtirilgan odam badani. O'lgan odam yoki tirik bo'lgan bo'lishi mumkin. U odamning terini so'yib etib har xil kimyoviy moddalar bilan qaranlatda ayolninki qo'zg'ilib bolasimi bor. Bu shaklda muzeylarga har xil yerlarga sotilib biz berib ko'ramiz masalan bularni. Bu amaliyotda mushu plastiklashtirilgan odam badani deb yaqinning yoqi taraqqiy qilayotgan nihoyatda kirimi yuqori bo'lgan bir odamga ziyonkesh. Bundan boshqa Xitoyninki mushu 2-3 yil jarayonida Beijing Tongshan deb bir doktorxonasi ochdi. Maxsus börek ko'chiradigan doktorxona. Shunchalik ma'lumotlar erishdim, vaqtim to'shib ketdi deyman. Vaqtinglarni olib qo'ydim. Oxirgi gapim tugadi. Hammalarga ko'p rahmat. Siyos uchun Dilnur muallimga tashakkur etamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda obdan ma'lumotlarni berdingiz.